Qilib olamiz. Birinchi basaygalarni to'g'rab olib, endi Bavariskini to'g'raymiz. Seldirang to'g'rab olamiz. Bu qiyshaytirib yonbosh to'g'rashimizning sababi bu yoqqa solganda tez pishadi, ham mazali bo'ladi. Masalalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni yoqqa solib pishiramiz. Yog'ni qizdirib olib, avval birinchi go'shtni solib olamiz. Go'shtimizni yaxshilab qizartirib olib, keyin ovuchlarini solamiz. Yog'da bir pas qizigandan keyin yog'dan suzib olamiz. Ozgina yog' qo'yib, suzigan yog'imizga piyoz solamiz. Pomidor solamiz. Qorigandan so'ng bulyon qo'yamiz. Yurusayimiz tayyor. Endi xamirni cho'zib olamiz. Bulgur lag'monimiz tayyor. Endi pishirib olamiz. Suvimiz qaynadi. Endi xamirni qaynagan suvga solib pishirib olamiz. Xamirimiz suvga solingandan keyin 1-2 minut oralida qaynab pishib tayyor bo'ladi. Endi buni suzib olamiz. Suzib olib buni sovuq suvda yaxshilab yuvib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga tayyor bo'lgan guyurusayimizni solamiz. Mana guyru lag'monimiz tayyor bo'ldi. Bu oddiy guyru lag'monimiz uyg'urcha. Xamirsiz yeymiz deganlar uchun guyurusayda o'zini mana bu qizdirilgan idishimizga solib beramiz. Mana Uyg'ur oshxonamizda Uyg'ur lag'monimiz hamda guyurusayimiz tayyor. Sizlarga yoqimli ishtaha.